Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sifat qurilish malari do'koni o'z ish faoliyatini davom ettiryapti. Navbatdagi klientlarimizga birdaniga ikkita turetskiy Fabem kotyolni dostavka qilib beryapmiz. Kotyollarimiz bunkerli, uzoq yonuvchan, bir zapravka bilan 3 sutkadan 5 sutkagacha yonadigan kotyollar. Ikkita qo'shnilarga ikkita kotyolni dostavka qilib beryapmiz. Kotyollarimiz 300 kvadrat joygacha bemalol isitib beradi. Bunkeriga 130 kilo ko'mir ketadi. Shneklari juda mustahkam. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Kotyollarga qo'shib mana bunaqa dimoxodlarni ham, zavodskoy beloruskiy dimoxodlarni ham qo'shib beryapmiz. Polniy komplekt aksesuarlar bilan birga. Esta kanapcha teton kanapcha, kanapcha, ¿dónde? Ahí no. Kimga shunaqa kotyollar, shunaqa sifatli original zavodskoy kotyollar O'zbekiston bo'ylab eng arzon narxga kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Barchasi optim narxda. Hammasidan bundan ichida bor. O'zbekiston bo'ylab eng arzon narx va katta assortiment. Sifat qurilish mollari do'koni So'shak mahallasiga marhamat qilasizlar.